Qulog'im sizda. Yaxshimisiz? Salom. Rustamov familiyam. Meni siz ixtiyoringizga yuborishdi. Ha, qo'ng'iroq qilishgandi. Meni boshqa narsa qiziqtiryapti. Biz institutimizda qilmoqchi bo'lgan ishingizni qanday tasavvur qilyapsiz? Har qanday ishga ham roziman. Umuman qancha maosh olishim meni mutlaqo qiziqtirmaydi. Gapimga ishoning. Qiziqtirmaydi deng. Nima ish qilishadi ota-onangiz? Otam 49-yilda o'lganda, urushda yarador bo'lib kelib, onam ham o'lib ketganda. O'tiring. Avtobiografiyangizni o'qidim. Kolxozda ham ishlabsiz, armiyada ham xizmat qilibsiz, diplomni a'lo bahoda yoqlagansiz, barakalla. Xarakteristikangizga hatto meni ham havasim kelyapti. Lekin institutga biz har yili zayaqa yuboramiz. O'z navbatida institut ham bizga eng aqlli, eng iste'dodli, eng odobli studentlarni yuborib turadi. Lekin biroz vaqt o'tgach o'sha eng donolardan ayrimlari faqat Toshkentda qolish uchungina bizda ishlamoqchi bo'lganlari ayon bo'lib qoladi. Jiddiy, mas'uliyatli yigitlar ham keladi, lekin hammani ham qo'lidan kelavermaydi bu yerda ishlash. Ko'nglingiz to'q bo'lsin mendan. Siz bir narsani unutmang. Institutimizning muvaffaqiyati hamma xodimlarga bog'liq, bundan buyon sizga ham bog'liq bo'ladi. Qachon vazifamni o'tashga kirishim kerak? Ertaga-yoq. Sizni oddiygina ishga tayinlaymiz hozircha, laborantlikka. Yaxshi. Maoshingiz 90 so'm. Axir sizni maosh qiziqtirmaydi-ku. Rahmat. Sabr qiling. Salomxon Obidovich, birrov kelib ketsangiz, iltimos. Hozir sizni ilmiy rahbaringiz professor Obidiy bilan tanishtirib qo'yaman. Nahotki, ko'pdan armon qilardim buni. Demak, ba'zi orzularingiz halitdan amalga osha boshlayapti. Nimaga desangiz, laborantlik o'rni aynan Obidiy laboratoriyasida bor edi. Kiravering, Salomxon Obidovich. Rahmat. Bu yigit Umid Rustamov. Ertadan boshlab sizni laboratoriyangizda laborant bo'lib ishlaydi. Aytingchi, laborant bo'lib hech ishlaganmisiz? Bu yigit qishloq xo'jaligi institutini bitirgan. Bizi zaifkamiz bo'yicha kelgan. A'lochimi? A'lochi. Nega endi laborantlik olyapsiz? Kichik ilmiy xodim qilib tayinlasangiz ham bo'lardi-ku. Ilmiy xodim bo'la olishini oldin isbotlasin. Mayli, isbotlasin, qarshilik yo'q. Ko'ngli tilagan murodiga yetsa kishi, yo barcha murodlarini tark etsa kishi, bu ikki ish muyassar o'lmasa olamda, boshini olib bir soriga ketsa kishi. Kim yozgan bu ruboiyni? O'tiravering. Navoiy. Bobur. Buyuk shoir bo'lgan Bobur. Garchi u bundan 500 yil muqaddam yashagan bo'lsa ham, yozgan asarlari hanuzgacha o'z qadrini yo'qotmagan. Ne zamonlarga qoldik-a? Shogird yigit Bobur bilan Navoiyni farq qila olmasa. Ha, aytmoqchi, rasm taomili bo'yicha qo'y so'yib is chiqarib yuborish kerak bo'ladi. Mayli, agar shunaqa rasm bo'lsa. Salomxon Obidovich hazillashdilar. Eski zamonda shunaqa qilishardi. Bo'lmasam-chi hazil albatta. Keyin doktorlar ham parhez qiling deyishyapti. Yuring uka. Hurmatli direktorimizni qimmatli vaqtlarini olmaylik. Bilasizmi, Salomxon Obidovich, 14:30 ga Mutagonis laboratoriyasi xodimlarini chaqirtirgandim. Hozir 14 dan 35 minut o'tdi. Shuning uchun ham mendan xafa bo'lmaysiz endi, Salomxon Obidovich.